Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli aktyor Jeki Chan 71 yoshda. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. 7-aprel kuni Gonkonglik aktyor, rejissyor, operator, musiqachi, kaskadyor, jang san'ati ustasi Jeki Chan 71 yoshga to'ldi. Jahon kinosining tirik afsonasi filmdagi ajoyib rollaridan tashqari, xayriya ishlariga ham katta mablag' sarflashi bilan tomoshabinlar hurmatini qozongan. Quyida aktyor haqida eng qiziqarli fakt va yangi fikrlarni to'pladik. Jeki Channing ota-onasi shunchaki kambag'al ediki, ular hatto o'g'lini sotib yubormoqchi bo'lgan. Aktyor haqida tarqalgan bu voqea haqiqatdan yiroq. Jeki tug'ilgan oila chindan ham kam ta'minlangan edi va ular urush tufayli Xitoydan Gonkongga qochishga majbur bo'ldi. Aktyorning otasi Xitoy hukumatiga qarshi bo'lgan konservativ partiyaning maxfiy agenti sifatida ishlagan va unga xalq dushmani ayblovi qo'yilgan. Qamoq jazosidan qutulish uchun Jekining oilasi qochishga qaror qiladi. Ularning ijarada yashash va farzandining tug'ilishi uchun mablag'i bo'lmagach, atrofdagilardan yordam so'rashgan. Shu tariqa Jeki Channi chaqaloqligida sotib yuborish haqidagi mif paydo bo'lgan. Aktyor bolaligida ko'p marta tahqirlarga uchragan. Bugungi kunda Jeki Chan aktyor, rejissyor, UNICEFning ezgu niyat elchisi, jang san'ati ustasi va kaskadyor. Ammo maktab yillarida o'zini himoya qila olmagani uchun tengdoshlari tomonidan kamsitilgan. Maktabdagi bezorilar uni tinmay kaltaklashadi. Jeki undan yoshroq bo'lgan talabaga yordam berib, shaxsiy chegaralarni belgilashni o'rgangach, hammasi o'zgargan. Kambag'alligim tufayli atrofimdagilarning to'liq nafratini his qilganman. Suratga olish maydonchalarida meni haqorat qilishardi. Jiddiy jarohatlar olardim, lekin barcha qiyinchiliklarga shikoyat qilmasdan chidadim. Jeki Chan hech qaysi sug'urta kompaniyasi shartnoma tuzishni istamaydi. Sug'urta kompaniyalar aktyor bilan shartnoma tuzishdan qochadi yoki doim ishni ortga surib yuradi. Ba'zilar Jeki Channi tuzatib bo'lmas mazoxist deb ham ataydi, chunki aktyor filmdagi barcha murakkab kaskadyorlik ishlarini mustaqil bajargan va turli jarohatlar olishdan hech qachon qo'rqmagan. O'zining Hech qachon ulg'aymang kitobida Chan buni tan oladi. Masalan, Bryus Lini olaylik, u jarohat tufayli vafot etdi va butun umrga afsona bo'lib qoldi. Men Mo'jizaviy aslahalar filmida vulqon ichiga tushib ketib, halok bo'lganimda ham afsonaviy aktyor sifatida barchaning yodida qolgan va hayotimga chiroyli yakun yasagan bo'lar edim. Insonlar Jeki Chan sevgan ishi bilan shug'ullanayotganda vafot etgani haqida gapirgan bo'lar edim. Lekin rostini aytsam, men o'lishni, hatto nafaqaga chiqishni ham istamayman. Jeki Chan tanasida sinmagan suyaklari qolmagan. Olgan jarohatlarimning sanog'i yo'q. Men jag'imni 3 marta sindirdim. Burnim, barcha barmoqlarim, tizzam, son suyagi va qovurg'amni ham sindirdim. Bosh suyagimni operatsiya qildirdim, deydi aktyor. Ammo bir jarohat uning umriga zomin bo'lishi mumkin edi. 1991-yilda Yugoslaviyada suratga olingan Mo'jizaviy aslahalar filmida aktyor 12 metrli devordan daraxt shoxiga sakrashi lozim edi. Birinchi dublda Jeki buni uddaladi, ammo ikkinchi dublda u boshi bilan toshga yiqildi va zudlik bilan kasalxonaga olib borildi. Muvaffaqiyatli kechgan operatsiyadan so'ng Jeki Chan yana suratga olish ishlariga sho'ng'ib ketdi. Biroq singan burun tishlar, eshitmay qolgan bir quloq bilan aktyor yana ishga qaytishiga hech kim ishonmagan edi. Jeki Chan ukoldan qo'rqadi. Oq xalatli insonlardan qo'rqish haqida aktyorning o'zi tan olgan. Hammasidan ko'ra inyeksiya yuborishlardan qo'rqaman. Balandlik, sichqonlar, ilonlar menda qo'rquv uyg'otmaydi. Ammo shpritsni ko'rishim bilan oyoqlarim qaltiray boshlaydi, deydi aktyor avtobiografiyasida. Aktyor Gollivudni yoqtirmaydi. Aktyorning tanilishiga Gollivudning hissasi katta bo'lsa-da, Chan Amerika filmlarini yoqtirmasligini ochiq aytadi. 2016-yilda kino sanoatiga qo'shgan hissasi uchun Oskar mukofotini olgan bo'lsa-da, aktyorning bunday fikr bildirilishi muxlislarni hayratga soladi. Men Jorj Lukas yoki Steven Spielberg kabi daholar bilan ishlasam ham Gollivudda mashhurlikka erishmagan bo'lardim. Yura davri parki filmini eslab ko'ring. Endi u yerda rol o'ynagan aktyorlarning ismlarini yodga olishga harakat qiling.
Tomoshabin faqat dinozavrlarni va rejissyorning ismini eslaydi, ammo Osiyoda hamma Jeki Chan filmida Jeki Channi ko'rish uchun keladi. Film syujeti yoki sarlavhasi qanday bo'lishi muhim emas, buni faqat Jeki Chan qila oladi. Ammo Gollivud uni juda hurmat qiladi. Ajdaho muhrining siri filmida ikkita afsonaviy aktyor Bryus Li va Jeki Chan birgalikda suratga tushgan. Aktyorlar tasodifan bir-birlari bilan uchrashib qolganida ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida yuqoridagi suratni bo'lishdi. Chan bu haqda shunday deb yozdi: "Qadrdon do'stim bilan uchrashganimdan juda xursandman. U tirik afsona. Arnold Shvarsenegger ham surat bilan bo'lishib shunday degan: "Qadrdon do'stim va qahramonimni ko'rganimdan xursandman. U men uchun afsonaviy aktyor va ilhom manbayimdir." Jeki Chan juda saxiy va mehribon inson. Yulduz o'zini Xitoyning haqiqiy vatanparvari deb biladi. 1988-yilda u xayriya jamg'armasi tashkil qilgan va hozirgacha mamlakatning muhtoj aholisiga yordam berdi. Talabalarga stipendiya to'lashda ko'maklashadi. Jeki 50 nafar bolani o'z qaramog'iga olgan va 10 ta yetimni rasman asrab olgan. Xitoyda aktyorning Chan kasalxonasi ishlaydi. Mamlakat rasmiylari unga juda yaxshi munosabatda bo'lib, aktyorga xalq qahramoni unvoni berilgan. Xilma-xil hobbilari. Jeki bo'sh vaqtini tabiatda o'tkazishni afzal ko'radi va undan ham yaxshiroq baliq ovlashni yaxshi ko'radi. Aktyorning yana bir hobbisi bu avtomobillar. U poyga avtomobillarni yig'ishni yaxshi ko'radi. Lamborghini Aventador, Lamborghini Murcielago va Bentley Mulsanne kolleksiyasidagi kam sonli mashinalardan hisoblanadi. Jeki Chan yomon ota. Aktyor rafiqasi bilan oilaviy janjal qilayotgan paytda 2 yoshli o'g'li Jeysni chetga uloqtirib yuborgan. Yaxshiyamki bola yerga emas, divanga tushgan. Bu voqeadan hali ham aktyorning vijdoni qiynaladi. Keyinchalik u o'g'liga kino sanoatiga kirishiga yordam berishga harakat qildi. Jeysi otasining izidan borgandek bo'ldi va hatto filmlarda bir nechta rollarni oldi. Jeki Chan o'g'lini juda erkalikda o'sgan deb hisoblagan. U Jeysining mustaqil hayot kechirishini, o'z kuchi bilan muvaffaqiyatga erishishini istagan. 2014-yilda Jeki Chan giyohvand moddalar bilan bog'liq holatda hibsga olinadi. Bu Jeki Chan uchun juda og'ir zarba bo'lgan. U bu holatni ochiq tanqid qilgan va o'g'liga jazo muqarrar bo'lishi kerakligini aytgan. Shuningdek, Jeki Chan bir intervyusida shunday degan: "Agar u muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, mening boyligimsiz ham bunga erishsin. Men unga meros qoldirmayman." Bu so'zlar ota va o'g'il orasidagi sovuqlikni yanada oshirgan. Jeki Chan ko'p yillar davomida film, shon-shuhrat va ish bilan band bo'lgan. U oilasiga kam vaqt ajratganini o'zi ham tan olgan. U farzandlarining xatolarini kechirishdan ko'ra ularga saboq berishni afzal ko'rgan. Darhaqiqat, kino yulduzining nikohsiz tug'ilgan qizi ham bor, lekin Jeki Chan uning tarbiyasida ishtirok etmagan. Etta Ing ismli qizi 1999-yilda tavallud topgan. Uning onasi Elaine Ing Gonkongda taniqli aktrisa va go'zallik tanlovining g'olibi bo'lgan. Jeki Chan va Elaine Ing o'rtasidagi munosabatlar qisqa muddatli bo'lgan va ko'p o'tmay Etta dunyoga kelgan. Chan bu munosabatni xato deb atagan bo'lsa-da, qizining borligini tan olgan. Etta bolaligidan ommaviy axborot vositalari e'tiborida bo'lgan, biroq Jeki Chan uning tarbiyasida ishtirok etmagan va moddiy jihatdan ham qiziga yordam bermagan. DNK testidan keyin ham Chan uni tan olmagan va o'z tarjimai holida qizi haqida gapirmagan.